Assalomu alaykum azizlarim, obunachilarim. Kecha qo'ygan postimdan keyin eng ko'p savol bir 500 ta kommentariy kelgan bo'lsa, shundan 100 tasi gidrofilka haqida bo'lgan. Nimaga gidrofilka mumkin emas deyapsiz? Nimaga hamma SPF sotadiganda SPF faqat gidrofilka bilan yuvish kerak, bo'lmasa SPF ketmaydi, bo'lmasa zarar deb sotishadi-ku o'rtoqlar. Gidrofilka aslida men yomon narsa demayman. Juda ham zo'r narsa. Makiyajni artishga, tozalashga juda ham zo'r. Lekin gidrofilniy masla bizani davlat, bizani ekologiya uchun chiqmagan, to'g'ri kelmaydi. Gidrofilniy masla влажный havo, ya'ni namli, ya'ni klimatda havosi toza, ya'ni chang, kirlanish, ifloslanish yo'q joylarda ishlatilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin bizani iqlimimizda mashinalarning kiri, chang havo juda ham quruq, ekologiyamiz yaxshi emas, teri turi yaxshi emas. Nima bo'ladi? Siz makiyajingizni artasiz va uni tarkibidagi yog'lar yana ham ichkariga kirib, ichkarida qolib ketadi. Siz yaxshi umvalka bilan yuvasizmi, undan keyin yuvmaysizmi? Bu noma'lum. Demak, o'sha ichkarida qolib ketgan mayda gidrofilkani частичкалari keyinchalik komedonga aylanadi. 90% patsientlarim gidrofilkadan keyin komedon bilan kelishyapti. Shuning uchun men gidrofilkaga qarshi emasman. O'ylanib ishlatinglar o'rtoqlar. Yuzinglar juda quruq bo'lsa, poralar bo'lmasa, komedonga moyilligilar bo'lmasa, pожалуйста, mayli ishlatsanglar bo'ladi. Lekin nima qilasizlar? 2 ta, 3 ta mahsulot ishlatib, eng kuchli makiyaji ham mana shu umvalkalar mana top-toza qilib yuvadi. Ya'ni yuz yuvish vositasi bittagina. Eng kuchli to'y makiyaji bo'ladimi, boshqa makiyaj bo'ladimi, har xil yuzlarga mana to'g'ri keladigan yog'li yuz, quruq yuz. Kirchan yuzlilar uchun umvalka, dog'li yuzlar uchun umvalka yuzlarni oqartiradi. Ajilli yuzlar uchun, quruq yuzlar uchun, har xil aralash yuzlar uchun juda ham zo'r umvalka. Kupirozi bor, rozatsiyasi bor, o'ta ta'sirchan yuzlar uchun, tez qurib qovuradigan yuzlar uchun juda ham zo'r umvalka. Va har qanday yuzga tushib ajillarni yoyadigan, har qanday makiyajni toza qiladi va yuzga blesk beradigan emulsiya umvalka. Mana shu umvalkalardan agar foydalanib yursanglar, yuzinglar hech qachon muammoli bo'lmaydi va hech qanaqa komedonga moyillik qolmaydi.